Siz ham eshitganmisiz, hozirgi kunda ko'p savol berishadi. Ko'zoynak taqish zararmi? Ko'p ko'zoynak taqadigan bo'lsak, ko'z dangasi bo'lib qolishadi. Albatta bu mif. Assalomu alaykum. Men Ubaydullayeva Dilfuza, oftalmologman. Keling, bugun shu mavzu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Endi tasavvur qiling, siz supermarketga kirdingiz, oziq-ovqat yoki bironta buyum olmoqchisiz, lekin ko'p narsa olishingiz kerak. Bilasiz, buni ko'tarib chiqib keta olmaysiz. Albatta biz aravachadan foydalanamiz va o'sha aravacha orqali yuklarimizni olib chiqib ketamiz. Ko'zoynakni ham qo'pol qilib aytganda bu bitta aravacha, ya'ni ko'rish uchun kerak bo'ladigan vosita hisoblanadi. Ikkinchi mifga keladigan bo'lsak, bu ko'zoynak ko'z taqqanda ko'zda dangasalik paydo qiladimi yoki yo'qmi? Albatta yo'q bu. Chunki ko'rish o'tkirligi past bo'lganda ko'zlarimiz yaxshi ko'rmaydi va ko'z yanada yaxshi ko'rishi uchun mushaklar ko'proq ishlashga harakat qiladi va charchaydi. Buning natijasida ko'zda og'riq, boshda og'riq, ko'z yoshlanishi va asabiylashish yuzaga keladi. Bora-bora ko'rish o'tkirligini yanada tushib ketishini kuzatishimiz mumkin. Keling, bugun ko'zni qanaqa ishlashi haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Ko'zoynak xuddi bu linzaga o'xshagan narsa, kelayotgan ma'lumotlarni yig'ib to'r pardaga yetkazib beradi. Uzoqni ko'ra olmaslik, yaqinni ko'ra olmaslik, gipermetropiya, miopiya, astigmatizm va presbiopiya. Uzoqni ko'ra olmaslik albatta ham gipermetropiya, ham miopiya bo'lishi mumkin. Ko'zoynak esa mana shu muammoni yechishga yordam beradi, ya'ni kelayotgan fokusni to'r pardaga yetkazib berishga imkoniyat yaratib beradi. Ko'zoynak taqishda uzoqni ko'ra olmaslikda ham, yaqinni ko'ra olmaslikda ham ko'zoynak taqiladi. Bu ko'z uchun yordamchi vosita hisoblanadi. Ko'p ota-onalarimiz, ayniqsa qiz bolani olib kelishganda hayrat bilan so'rashadi, ko'zoynak taqish shartmi, kerakmi bu deb. Albatta shart, chunki ko'zoynak taqmaganimizda ko'rish o'tkirligi past, yaxshi ko'ra olmaymiz. Bu esa bizani yaxshi ko'rishga harakat qilamizda, yuzdagi imенно ko'z atrofidagi mimika mushaklarini ajinlar tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchi masala esa bolalarni o'qishdan samaradorligini tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Bolalar doskani yaxshi ko'ra olmaydi va natijada uni o'qishligi pasayib ketadi. Bu esa nafaqat ko'rish o'tkirligini stressiga va baholarni pasayib ketishini stressiga ham olib keladi. Ko'zoynak taqib yurmaslik bu juda ham yomon odat hisoblanadi, chunki ko'zoynak taqib yurmasa ko'z charchaydi va sekin-sekin ko'rish o'tkirligi yana ham tushib ketadi. Bu ko'zni zo'riqishi oqibatida. Undan tashqari bolalar o'sha pubertat davrida o'sadi, o'sgan sari ko'z ham o'sib boradi va bu esa o'sha minusni ko'proq darajada o'sib borishiga sababchi bo'ladi. Va agar biz vaqtida ko'zoynak taqib, shu minusni o'z vaqtida to'xtatib turadigan bo'lsak, bu ko'rish o'tkirligini shu darajada olib qolishimizga sababchi bo'ladi. Lekin agar ko'zoynak taqmaydigan bo'lsak, bu ko'rish o'tkirligi yana darajada tushib ketadi. Ko'pincha oftalmologlar 18-20 yoshdan keyin lazerli operatsiyalarni maslahat berishadi, lekin ko'rish o'tkirligi past bo'ladigan bo'lsa, lazer operatsiyadan keyin ham ko'rish o'tkirligi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Undan tashqari ko'zoynak taqib yurmaslik o'z vaqtida bu bemorlarda, bolalarda ambliopiya, g'ilaylik kabi kasalliklar yuzaga kelishiga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Ko'zoynak taqish ko'zga zararmi, dangasi bo'lib qoladimi? Endi tasavvur qiling, bizni loyihalangan oynadan qaradik va ko'zimiz loyihalangan oynadan qaraganda charchaydi. Lekin o'sha oynani artdik. Artganimizdan keyin esa ko'zimiz yaxshiroq ko'rishni boshlaydi va dam oladi. Ko'zoynak ham xuddi shunaqa narsa, bizni yaxshiroq ko'rish, dunyoni tiniqroq ko'rishimiz uchun yordam beradigan vosita hisoblanadi. Yana bitta noto'g'ri fikrlardan bittasi, bu ko'zoynak har doim taqib yurgandan keyin bu ko'zoynakni yechib bo'lmaydi degan fikr bildirishadi. Bu albatta noto'g'ri fikr, chunki ko'zoynak taqqanimizda to'g'ri tasvir miyaga yetib boradi va ko'z to'g'ri ko'ra oladi, dam oladi. Albatta bu to'g'ri dioptrli ko'zoynakni tanlay olganimizdagina to'g'ri hisoblanadi, chunki ko'zoynakni noto'g'ri tanlaganimizda ko'zda og'riq, boshda og'riq, bosh aylanishi, yerlarni har xil to'lqinsimon ko'rinishi paydo bo'ladi. Shuning uchun biz agar ko'zoynakda shunaqangi belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, qaytib oftalmologga borish kerak va qaytadan ko'zoynak tanlashni maslahat bergan bo'lardim. Ko'zoynak tanlash albatta bu oddiy narsa emas. Ko'pincha
insonlar ko'zi bozorlardan yoki optikalardan o'zligi borib, mustaqil ravishda ko'zoynakni olib taqib ko'rib tanlashadi. Bu albatta juda noto'g'ri narsa. Agar ko'zoynak kerak bo'ladigan bo'lsa, yon atrofdagi o'sha poliklinikada oftalmolog mutaxassisga borib, ko'rish o'tkirligini tekshirtirish kerak va maxsus apparatlarda dioptriyalarni ko'rish orqali ko'zoynakni tanlash kerak bo'ladi. Chunki ikkala ko'zimiz har doim ham bir xil ko'ravermaydi. Masalan, bitta ko'zimiz 80% ko'rsa, bitta ko'zimiz 100% ko'rishi mumkin. Undan tashqari eng asosiy belgilardan bittasi hammani ko'zi bir xil joylashmagan bo'ladi. Ya'ni ko'chada sotiladigan ko'zoynaklarimiz standart ravishda 62-64 dioptriya, ya'ni DPPmiz shunga teng bo'ladi. Ayrim bemorlarda bu DPP 70 ga teng yoki ayrim bemorlarda esa 60 ga. Bolalarda esa bu 54, 58, 50 ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun maxsus mutaxassisga borib ko'zoynakga retsept yozdirishni, undan keyin esa optikalarda yasatishni maslahat beramiz. Tajribamda bitta bemor bo'lganlar ko'zoynak taqishni xohlamaganlar, chunki ko'zoynak taqqanlarida boshlari aylangan, ko'zlarida og'riq, boshlarida og'riq bo'lgan. Keyin biz ularni ko'zoynaklarini tekshirganimizda noto'g'ri dioptriyali ko'zoynak bo'lgan, chunki o'zlari o'sha bozordan taqib ko'rganlarda olganlar. Biz ularga yangi o'zlariga mos ravishda ko'zoynak podbor qilib berdim va shundan keyin ko'zoynak doimiy taqib yuradigan bo'ldilar va o'zlari ham juda ham xursandlar hozir. Bundan tashqari ayrim holatlarda, ya'ni ko'zni davo maqsadida ham biz ko'zoynakdan foydalanamiz. Ayniqsa bolalarda ambliopiya holatlari, ya'ni ko'zni dangasaligi, bu holatda albatta ko'zoynak taqishimiz shart. Chunki agar biz taqmasak, o'sha dangasa bo'lgan ko'z ko'rish o'tkirligi yanada tushib ketadi yillar davomida. Biz bola o'sgan sari biz bu ko'rish o'tkirligini qaytarib bera olmaymiz. Keyingi holat bo'lsa, bu g'ilaylik, ya'ni kosoglaziya. Ayrim holatlarda ko'rish o'tkirligi bitta ko'zda 100%, ikkinchi ko'zda esa masalan 50% bo'ladigan bo'lsa, o'sha kam ko'radigan ko'z hisobiga, 50% ko'z hisobiga ko'zda g'ilaylik paydo bo'ladi. Biz ko'zoynak orqali uni 100% ga to'g'irlab va ko'zoynak taqadigan bo'lsa, o'sha g'ilaylik to'g'irlanadi. Shuning uchun ham bunaqa holatlarda doimiy ravishda ko'zoynak taqib yurishni maslahat beramiz. Ko'zoynak bu albatta yordamchi vosita hisoblanadi, lekin siz o'zingiz ko'zingizni himoya qilishingiz kerak. Keling, men sizga ko'zlaringizni himoya qilish uchun 3 ta oddiy qoidani tushuntirib o'taman. Bu birinchisi, 30 daqiqa davomida kompyuterlardan, telefonlardan, gadjetlardan, kitoblardan foydalanayotganda har 30 daqiqada 30 soniya davomida ko'zingizni dam oldiring. Ikkinchisi esa ishlayotgan xonangiz yetarlicha yoritilgan bo'lishi kerak. Masalan, siz o'naqay bo'ladigan bo'lsangiz, yorug'lik chap tarafdan kelishi kerak. Agar chap qo'lda yozadigan bo'lsangiz, yorug'lik o'ng tarafdan kelib turishi kerak bo'ladi. Ayniqsa bu holat maktab o'quvchilarida juda katta ahamiyatga ega. Undan tashqari, qorong'ida televizor ko'rish, qorong'i xonada gadjetlardan foydalanish bu juda ham noto'g'ri narsa. Men albatta hozir gadjetlardan foydalanish ko'zga zarar deb aytganim bilan siz buni qilmaysiz. Men maslahat beradigan narsa, bunaqa gadjetlardan, televizorlardan foydalanayotganda yetarlicha yorug'lik bo'lishi kerak. Ko'z zo'riqishini oldini olishga yordam beradigan holat hisoblanadi. Uchinchisi esa yilda bir marta oftalmolog ko'rigidan o'tib turishingiz kerak. Chunki ko'rish o'tkirligi pasayib ketayotganligini siz har kun seza olmaysiz. Bir yilda bir marta oftalmolog ko'rigidan o'tadigan bo'lsak, ko'rish o'tkirligini tekshirish orqali ko'rish o'tkirligingiz pasayib ketayotganligini aniqlash mumkin bo'ladi. Ko'zoynak bu ko'rishingiz dangasa qilmaydi, hayotingizni yanada yorqinlashtiradi. Ko'zoynak tanlashda muammolaringiz bo'lsa hamda ko'rish o'tkirligini tiklaydigan jarrohlik amaliyotlari haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, konsultatsiyamizga yoziling. Ushbu konsultatsiyadan keyin sizni hozirgi holatingizdan kelib chiqib, sizga to'g'ri keladigan amaliyotni tavsiya qilaman.